Assalomu alaykum hurmatli salarchilar. Bugun 20-fevral 2026-yil. Mana katta oilalarimiz ham ishlayapti, kunchang yaxshi kelyapti. Bu katta oilalarga ham, uydagi arilarga shu kunchangli qanda tayyorlab kelganmiz, o'shalarni qo'yib chiqyapmiz. Endi bugun o'sha turten oilalarimizga ham turten romkalarni qo'yamiz. Ular shu qo'yib chiqqanmiz, gulchangli qandini qo'yib chiqqanmiz. Oziqlanib turibdi, endi qo'shimcha oziqa. Endi turten oilaga turten romkalarni qo'yamiz. Shu o'tgan yili 20-25 fevrallar oralig'ida qo'yganman, lekin bular shu ko'rganimda, shu 1-mart kuni ko'rganimda shu ozgina tuxum, yangi tuxum qo'yishni boshlagan ekan. Endi havoni kelishiga qarab, shu gulchangni kelishiga qarab tuxum qo'yishni boshlaydi albatta. Endi o'shalarni hozir ko'rsatib boraman. Mana shu turten oilalarimiz. Bir qator qo'yib chiqyapmiz turten romkalarni. To'satdan endi buni iloji boricha yana ham kuchaytirish kerak buni. Ozroq arab kelib qo'yishdik. Yana arab kelib qo'yishga harakat qilamiz. Rasploti bergan, qarang. Yaxshi bosib bergan. Uchinchisiga ham tuxum qo'yib qo'yibmiz. Endi buni bittasini iloji yo'q tashlaymiz. Chunki qancha arni ozroq ramka qo'yib qisib issiq ushlasak, bizga ertaroq turten romkaga tuxum qo'yib beradi onari. Onarini to'g'rilaylik qani. Bitta oshcha romkasini olib tashlaymiz. Onari shunda. Ozroq tuxum shunda rasplot ozroq. Boshqa oilaga berib yuboramiz. Turten romka qani.
tasavvurimga bu bet tashqarida qoldi yani. Qanday bersak? Bunga turtin oilalarni saqlashimiz sababi buni ishlatganimga 5-6 yil bo'lgan bo'lsa 100 ta masalan onar urug'lanadigan bo'lsa 98% bexato urug'lanaveradi. Yaxshi oddiy oilaga nisbatan bexato urug'lanishi yaxshi. Bunda nimaga 2%? 2% masalan onar urug'langan chiqqanda tashqariga uchib chiqqanda qush yeb ketishi birinchisi sababi. Ikkinchisi masalan mini nukleuslarni ko'proq urug'lantiramiz. Mana shu oynani ko'rayotganda bunda yo'q bo'lsa, ikkinchisini ko'rganda bitta o'zini onarisi yuribdi, polda bitta onari o'lib yotibdi. Bu adashgani hisobiga 2%. Agar adashmasdan kelsa 100% urug'lansa ham bo'laveradi. Natijasi zo'r. Endi bil Karpatdan bu yerda Karpat urug'lantiramiz. Karniki zingirdan boshqa joyga olib boramiz, uni alohida urug'lantiramiz. Karpatni tanlashimiz sababi ko'proq Karpatdan trutin semyani Karpatdan olgan yilimiz bundan urug'langan onarlar o'sha oilalar juda ham yaxshi ishlagan. Natijasi zo'r bo'lgan, asalga ham zo'r, rasplodga ham, tuxumga ham yaxshi, yuvosh, har tomonlama sifatli bo'lib borgan. Shuning uchun Karpatdan ham bil yana ko'proq nima ko'ramiz urug'lantirib, natijasi yaxshi bo'lgani uchun